Abdulla Qodiriy 1894-yil 1938-yillar yashab ijod qilgan. Uning taxallusi Jilqumboy. Toshkent shahrida bog'bon oilasida tug'ilgan. Abdulla Qodiriy musulmon maktabida 1906-1912 rus tuzay maktablarida 1908-1912 Abul Qosim shaxs madrasasida 1916-1917 ta'lim oladi. Moskvadagi adabiyot kursida 1925-1926 o'qiydi. Yoshligidanoq qadimgi sharq madaniyati va adabiyoti ruhida tarbiya oladi. Arab, fors va rus tillarini o'rgangan. Jahon adabiyotini ixlos bilan mutolaa qilgan. Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi.